oktyabrdan boshlab pensiya, nafaqa, hujjat topshirish va qayta hisob kitob masalalarida beparvo yurish mumkin emas. Men bugun sizga oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida tushuntirib beraman. Kim tayyor turishi kerak? Kimning pensiyasida o'zgarish bo'lishi mumkin? Qaysi hujjatlar muhim? Qaysi xatolar pulingiz kechikishiga yoki noto'g'ri hisoblanishiga olib keladi? Bu ma'lumot pensionerlarning o'ziga ham, ota-onasi pensiya oladigan farzandlarga ham, yaqinda pensiyaga chiqadigan fuqarolarga ham tegishli. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday yangiliklarni vaqtida bilgan odam navbatda ham, hujjatda ham, pul masalasida ham yutqazmaydi. Avvallari ko'pchilik pensiya masalasini faqat bir marta hal qilinadigan ish deb o'ylardi. Ya'ni odam pensiyaga chiqadi, hujjat topshiradi. Unga pensiya tayinlanadi va keyin hammasi o'z-o'zidan yuraveradi. Lekin amalda bunday emas. Pensiya miqdori, ish staji, rasmiy daromad, hujjatlarning to'g'riligi, bank kartasi holati, yashash joyi ma'lumoti, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik kabi asoslar, hatto ayrim holatlarda vaqtida berilgan ariza bilan ham bog'liq bo'ladi. 10 oktyabrdan e'tibor kuchayadigan eng muhim masala shuki, pensiya tizimida ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali tekshiriladi. Arizalar va hujjatlar bo'yicha aniqlik talab qilinadi. Ayrim o'zgarishlar haqida fuqaroning o'zi vaqtida xabar berishi kerak bo'ladi. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha, kim nima qilish kerakligini aniq bilsa, ortiqcha yugur kamayadi, pensiya kechikmaydi. Noto'g'ri hisob kitob bo'lsa, vaqtida tuzatish mumkin bo'ladi. Oldin ko'p narsa qog'oz hujjatga qarab hal qilinar edi. Mehnat daftarchasi bor, unda muhr bor, ish joyidan ma'lumotnoma bor, demak hisob kitob qilinadi. Endi esa ma'lumotlar soliq bazasi, bandlik bo'yicha ma'lumotlar, shaxsiy identifikatsiya raqami, bank ma'lumotlari, doimiy yashash joyi va boshqa elektron manbalar bilan solishtiriladi. Agar qog'ozdagi ma'lumot bilan elektron bazadagi ma'lumot bir-biriga mos kelmasa, savol tug'iladi. Savol tug'ilsa, pensiya tayinlash yoki qayta hisoblash cho'zilishi mumkin. Birinchi masala, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar o'z ish stajini oldindan tekshirtirish kerak. Ko'pchilik odam pensiyaga chiqishiga bir oy qolganda hujjat yig'ishni boshlaydi. Bu juda kech bo'lishi mumkin. Masalan, erkak kishi 60 yoshga kiryapti, ayol kishi 55 yoshga kiryapti. Ular o'zini tayyor deb o'ylaydi. Lekin hujjat topshirganda ma'lum bo'ladiki, 1995 yildan 2001 yilgacha ishlagan, korxonasi yopilib ketgan, arxiv ma'lumoti topilmayapti, mehnat daftarchasidagi muhr o'qilmaydi yoki lozim yozuvi noto'liq. Natijada o'sha yillar stajga kirmay qolishi mumkin. Bir yil staj ham ayrim holatlarda pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Misol keltiraman. Bir fuqaro 30 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin tekshiruvda 4 yil korxona arxivi tasdiqlanmagani uchun hisobga olinmay turadi. Agar o'rtacha hisobda uning pensiyasi 1.600.000 so'm chiqishi kerak bo'lsa, staj kamaygani sababli miqdor pastroq chiqishi mumkin. Keyin odam arxivga boradi, ma'lumot izlaydi, sobiq korxona vorisini topadi, sud orqali tasdiqlashga majbur bo'ladi. Bularning hammasi vaqt oladi. Shuning uchun men har doim aytaman, pensiya hujjatini pensiya yoshiga yetganda emas, kamida 6 oy oldin tekshirtiring. Ikkinchi masala, rasmiy ish haqi va norasmiy daromad farqi. Pensiya hisobida eng katta muammolardan biri shuki, odam yillar davomida ishlab kelgan, lekin ish haqi rasmiy ko'rsatilmagan yoki juda kam ko'rsatilgan. Masalan, odam real hayotda oyiga 4 million so'm olgan, lekin hujjatda 1.200.000 so'm ko'rsatilgan. Pensiya hisobida odatda hujjatda va bazada tasdiqlangan daromad ahamiyatga ega bo'ladi. Shuning uchun men aslida ko'proq olardim degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Bank o'tkazmalari, soliq hisobotlari, ish beruvchi ma'lumotlari va arxiv tasdiqlari muhim. Uchinchi masala, pensionerning shaxsiy ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta raqami, yashash manzili, bank kartasi ma'lumotlari bir-biriga mos bo'lishi lozim. Oddiy ko'rgan bitta harf xatosi ham muammo beradi. Masalan, bir joyda Abdullayev, boshqa joyda Abdullayev yozilgan bo'lsa, ayrim tizimlarda bu farq sifatida ko'rinishi mumkin. Tug'ilgan sana bir hujjatda 20 may, boshqasida 20 may bo'lsa, to'lov kechikishi yoki qo'shimcha tekshiruv boshlanishi mumkin. Birinchi navbatda. Yaqinda pensiyaga chiqadiganlar, agar sizning yoshingiz pensiya yoshiga yaqin bo'lsa, bugundan boshlab mehnat daftarchangizni
ish joylaringiz ro'yxatini, diplom yoki harbiy xizmat hujjatlaringizni, bolani parvarishlash davriga oid hujjatlarni, arxiv ma'lumotlarini ko'rib chiqing. Ayniqsa Sovet davrida yoki 1990-yillarda ishlaganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki o'sha davrdagi ko'plab korxonalar nomi o'zgargan. Tugatilgan yoki hujjatlari arxivga topshirilgan. Ikkinchi navbatda ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiya olib bir vaqtning o'zida rasmiy ishlaydi. Bu qonunga zid emas. Lekin ma'lumotlar to'g'ri yuritilishi shart. Agar siz ish joyingizni o'zgartirsangiz, shartnoma rasmiy bo'lsa, soliq va mehnat tizimlarida aks etadi. Lekin ayrim imtiyozli to'lovlar yoki qo'shimcha nafaqalar bo'yicha ishlash holati ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya olayapman, endi hech kimga xabar bermasam ham bo'ladi deb o'ylamang. Uchinchi navbatda nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu toifadagi fuqarolarda tibbiy xulosa, nogironlik muddati, qayta ko'rik sanasi, reabilitatsiya hujjatlari muhim. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa, lekin odam qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Keyin qayta tiklash uchun yana hujjat yig'ish kerak bo'ladi. Men ko'p uchratgan holat, fuqaro meni hech kim chaqirmadi deydi. Lekin muddat hujjatda yozilgan bo'ladi. Shuning uchun o'zingizning tibbiy xulosangizdagi sanalarni albatta tekshiring. 4-navbatda boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oladigan oilalar. Bu yerda farzandning yoshi, o'qishni davom ettirishi yoki tugatishi, oilaviy holat, daromad manbalari kabi ma'lumotlar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, bola 15 yoshga to'ldi, lekin kunduzgi ta'limda o'qishni davom ettiryapti. Bunday vaziyatda o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov bo'yicha savollar paydo bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz allaqachon tayinlangan bo'lsa, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash joyingiz ma'lumotlari yangilangan bo'lsa va sizda alohida o'zgarish bo'lmasa, vahimaga tushishga hojat yo'q. Lekin bu umuman tekshirmayman degani emas. Men har bir pensionerga kamida yiliga bir marta o'z pensiya miqdori, to'lov sanasi, karta holati, shaxsiy ma'lumotlarini tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Masalan, bir onaxon har oy pensiyasini kartadan oladi. Hammasi yaxshi. Lekin kartaning amal qilish muddati tugashiga 2 hafta qolgan. U buni bilmaydi. Pensiya tushadigan kuni bank kartasi ishlamay qoladi. Pul bor, lekin yechib bo'lmaydi. Keyin bankka borish, karta almashtirish, navbat kutish kerak bo'ladi. Bu katta qonuniy muammo emas. Lekin pensioner uchun asab vaqt va noqulaylik. Shuning uchun bank kartasining amal qilish muddatini ham nazorat qiling. Yana bir misol. Pensioner boshqa tumanga ko'chib o'tdi. Lekin doimiy yoki vaqtincha ro'yxat masalasini yangilamadi. Pensiya baribir tushayotgandek ko'rinadi. Lekin keyin biror qayta hisoblash, tekshiruv yoki hujjat talab qilinganda manzil mos kelmasligi sababli ish cho'ziladi. Demak, manzil o'zgarsa, tegishli idoralarda ma'lumotni yangilash kerak. Birinchi holat. 9 yoshli erkak fuqaro 35 yil ishlaganini aytadi. Mehnat daftarchasida 1998 yildan 1994 yilgacha bo'lgan yozuv bor. Lekin korxona muhrining yarmi o'chib ketgan. Elektron bazada esa bu davr ko'rinmaydi. Agar u pensiyaga chiqish arafasida kelib qolsa, pensiya tayinlash muddati cho'zilishi mumkin. To'g'ri yo'l nima? U oldindan arxivga murojaat qiladi. Korxonaning huquqiy vorisi bor yo'qligini aniqlaydi. Ishga qabul qilingan va ishdan bo'shatilgan buyruqlar nusxasini oladi. Shunda pensiya hisobida o'sha yillarni tasdiqlash imkoniyati oshadi. Ikkinchi holat. 56 yoshli ayol 2 yil ishlagan, keyin bir necha yil farzand parvarishi bilan uyda bo'lgan. U uyda o'tirgan yillarim umuman hisobga kirmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda stajga ta'sir qilishi mumkin. Lekin buning uchun tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishi hujjatlari mehnat daftarchasi bilan moslik kerak. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, masalan, qizlik familiyasi boshqa, hozirgi familiyasi boshqa bo'lsa, nikoh guvohnomasi juda muhim bo'ladi. Uchinchi holat. Pensioner otaxon nogironlik bo'yicha qo'shimcha to'lov oladi. Tibbiy xulosasining muddati 10 oktyabr atrofida tugaydi. U esa oldin ham o'zim borardim, bu safar keyinroq boraman deb yuradi. Natijada tizimda muddati tugagan deb chiqadi va to'lov to'xtab qolishi mumkin. Keyin u qayta ko'rikdan o'tadi. Hujjatlar tiklanadi, lekin bu orada bir necha hafta noqulaylik bo'ladi. Demak, tibbiy xulosa muddati yaqinlashsa, oxirgi kungacha kutmang.
To'rtinchi holat. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba kunduzgi ta'limdan sirtqi ta'limga o'tadi yoki o'qishni vaqtincha to'xtatadi. Oilasi buni muhim emas deb hisoblaydi. Lekin to'lovning asosi o'zgarishi mumkin. Keyin ortiqcha to'langan summa aniqlansa, uni qaytarish masalasi ham tug'ilishi ehtimoli bor. Shuning uchun o'qish shakli, talabalik maqomi, akademik ta'til kabi holatlar bo'yicha vaqtida ma'lumot berish kerak. Eng katta xato shuki, odamlar davlat hammasini o'zi biladi deb o'ylaydi. Elektron tizimlar ko'p narsani ko'radi. Lekin hamma eski ma'lumotlar ham ideal holatda bazaga tushmagan. Ayniqsa eski ish joylari, kolxoz, sovxoz, zavod, kichik korxona, xususiy firma, tugatilgan tashkilotlar bo'yicha ma'lumotlar doim ham avtomatik chiqavermaydi. Shuning uchun fuqaroning o'zi ham faol bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik masala, og'zaki ma'lumotning kuchi yo'q. Men u yerda ishlaganman. Hamma meni taniydi, direktor biladi. Qo'shning guvoh degan gaplar ayrim vaziyatlarda yordamchi bo'lishi mumkin, lekin asosiy dalil o'rnini bosmaydi. Pensiya hisobida buyruq, arxiv ma'lumoti, ish haqi ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi, rasmiy elektron yozuvlar, sud qarori kabi yozuvlar, sud qarori kabi hujjatlar muhim. Uchinchi nozik masala, pul miqdorini tushunish. Ba'zi pensionniki oshdi, meniki nega oshmadi deb so'raydi. Pensiya har doim ham hamma uchun bir xil oshmaydi. Kimningdir staji ko'p, kimningdir rasmiy ish haqi yuqori bo'lgan, kimdir imtiyozli toifaga kiradi, kimdir qo'shimcha nafaqa oladi. Shuning uchun faqat qo'shni yoki qarindosh bilan solishtirish to'g'ri emas. Siz o'zingizning hisobingizni ko'rishingiz kerak. To'rtinchi nozik masala, qayta hisoblash arizasi. Agar siz yangi hujjat topgan bo'lsangiz, masalan, oldin hisobga olinmagan ish stajingizni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotini olgan bo'lsangiz, bu o'z-o'zidan pensiyaga qo'shilib qolmaydi. Odatda tegishli organga murojaat qilish, ariza yozish, hujjatni ilova qilish kerak bo'ladi. Ariza sanasi ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shu sababli hujjatni uyda saqlab yurmasdan darhol rasmiy tartibda topshiring. Birinchi tuzoq, vositachilarga ishonish. Kimdir, men pensiyangizni oshirib beraman, arxivdan hujjat olib beraman, tanishim bor, tezlashtiraman deb pul so'rashi mumkin. Men bunday vaziyatlarda juda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Rasmiy xizmatlarning ko'pi belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Ariza raqami qabul qilingan sana mas'ul tashkilot bo'lishi kerak. Pulni qo'lga berib hech qanday kvitansiya olmasangiz, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Ikkinchi tuzoq, telefon orqali kelgan xabarlarga ishonish. Pensiyangiz blok bo'ladi. Karta raqamingizni ayting. Tasdiqlash kodi keldi. Menga o'qing. Yangi qoidaga ko'ra pulingizni ko'chiramiz degan qo'ng'iroqlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech qachon SMS kodni, bank karta PIN kodini, karta orqasidagi raqamlarni begona odamga aytmang. Pensiya organi yoki bank xodimi sizdan maxfiy kodni so'ramasligi kerak. Uchinchi tuzoq, hujjat nusxalarini tartibsiz tarqatish. Pasport, ID karta, plastik karta, tibbiy hujjat. Pensiya guvohnomasi nusxalarini kimga berayotganingizni biling. Agar hujjat topshirsangiz, qaysi tashkilotga, qaysi maqsadda, qaysi sanada topshirganingiz yozib qo'yilsin. Iloji bo'lsa, arizaning qabul qilinganligi haqida tasdiq oling. To'rtinchi tuzoq, muddatni o'tkazib yuborish. Pensiya masalasida ko'p narsa muddat bilan bog'liq. Pensiyaga chiqish, qayta hisoblash, nogironlikni tasdiqlash, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'qish ma'lumotnomasini topshirish, bank kartasini yangilash, yashash joyini ro'yxatdan o'tkazish, bularning har biri kechiksa, natija ham kechikadi. Shuning uchun kalendarga belgi qo'ying. Farzandlaringizga ayting, hujjat sanalarini bir papagada saqlang. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, barcha asosiy hujjatlarni bir joyga yig'ing. ID karta yoki pasport, JSSShr, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, bank karta ma'lumotlari. Arxiv ma'lumotlari bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Ikkinchi qadam, ish stajingizni ro'yxat qilib chiqing. Qaysi yillarda qayerda ishladingiz? Tashkilot nomi qanday edi? Keyin nomi o'zgarganmi? Ishdan bo'shash sanasi qachon? Lavozimingiz nima bo'lgan? Bularni qog'ozga yozing. Bu oddiy ro'yxat keyin juda katta yordam beradi. Chunki arxivga murojaat qilganda ham, pensiya organida tushuntirish berganda ham aniq sana va nom kerak bo'ladi. Uchinchi qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. Buning uchun My.gov.uz portali,
pensiya jamg'armasi bilan bog'liq rasmiy xizmatlar, mahalladagi mas'ul xodimlar yoki tuman pensiya bo'limi orqali ma'lumot olish mumkin. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingizdan, ishonchli qarindoshingizdan yordam so'rang. Lekin login, parol, SMS kod kabi maxfiy ma'lumotlarni begonalarga bermang. 4-qadam. Agar stajda bo'shliq bo'lsa, darhol arxivga murojaat qiling. Arizada tashkilot nomini ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, tug'ilgan sanangizni, o'sha paytdagi familiyangizni yozing. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Ba'zan tuman arxivi, ba'zan viloyat arxivi, ba'zan korxona vorisi ma'lumot beradi. 5-qadam. Pensiya miqdori bo'yicha shubha bo'lsa, yozma tushuntirish so'rang. Og'zaki shunaqa chiqdi degan javob bilan cheklanib qolmang. Siz hisob-kitobda qaysi davrlar olingani, qaysi ish haqi inobatga olingani, qaysi stajdan olingani haqida ma'lumot so'rashga haqlisiz. Yozma javob bo'lsa, keyin xatoni ko'rsatish, qayta ko'rib chiqishni talab qilish osonroq bo'ladi. 6-qadam. Bank kartangizni tekshiring. Karta amal qilish muddati tugamaganmi? Telefon raqam bankka to'g'ri ulanganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta bloklanmaganmi? PIN kodni o'zingizdan boshqa hech kim bilmaydimi? Bularni ko'rib chiqing. Pensionerlar uchun eng ko'p uchraydigan muammolardan biri pul tushgani bilan uni olishda texnik to'siq paydo bo'lishidir. 7-qadam. Shaxsiy ma'lumotlaringizni moslang. Agar pasport almashtirgan bo'lsangiz, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, manzilingiz o'zgargan bo'lsa, telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, tegishli joylarda yangilating. Bitta joyda eski ma'lumot, boshqa joyda yangi ma'lumot turib qolsa, tizimlar orasida nomuvofiqlik chiqishi mumkin. Agar pensiya tayinlash yoki qayta hisoblash masalasi bo'lsa, avvalo yashash joyingizdagi pensiya bo'limiga murojaat qiling. U yerga borishdan oldin hujjatlaringizni tartiblang. Savollaringizni qog'ozga yozib oling. Chunki ko'p odam idoraga kirganda hayajonlanib, asosiy savolini unutib qo'yadi. Masalan, 1992-2002 yillardagi stajim hisobga olinganmi? Falon korxona ish haqi ma'lumoti kiritilganmi? Qayta hisoblash uchun qaysi hujjat yetishmayapti deb aniq so'rang. Agar arxiv hujjati kerak bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arizada menga pensiya tayinlash yoki qayta hisoblash uchun ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma kerak deb yozish mumkin. Ishlagan tashkilot nomini imkon qadar aniq ko'rsating. Agar tashkilot nomi o'zgarganini bilsangiz, eski va yangi nomini ham yozing. Agar tibbiy asosdagi nafaqa yoki pensiya bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza bilan bog'liq hujjatlaringizni tekshiring. Qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormang. Oilada yoshi katta odam bo'lsa, farzandlari bu sanani alohida nazorat qilgani ma'qul. Chunki pensionerning o'zi kasallik yoki yosh sababli hujjat muddatini unutishi mumkin. Agar sizga tushunarsiz rad javobi berilsa yoki pensiya noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, yozma murojaat qiling. Murojaatda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Men falon yillarda falon tashkilotda ishlaganman. Mehnat daftarchamda yozuv bor, lekin hisob-kitobda ko'rinmayapti. Ushbu davrni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb aniq yozish kerak. Hujjat nusxalarini ilova qiling. Asl nusxalarini esa ehtiyot qiling. Hozir pensiya olayotganlarga maslahatim. Pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa ham, hujjatlaringizni bir marta tartibga keltiring. Farzandlaringizga qaysi papkada nima borligini ayting. Bank kartangiz muddatini, telefon raqamingizni, yashash manzilingizni tekshiring. Agar pensiya miqdori bo'yicha savol bo'lsa, qo'shni bilan solishtirmang. O'zingizning hisobingizni so'rang. Yaqinda pensiyaga chiqadiganlarga maslahatim, vaqtni bo'y bermang. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuvni ko'ring. Muhr o'qiladimi, sanad to'g'rimi, ishga kirish va ishdan chiqish buyrug'i raqami bormi, familiya o'zgarish hujjatlar bilan tasdiqlanganmi? Bularning hammasi muhim. Pensiya yoshiga yetgan kuni yugurishni boshlash o'rniga hozirdan tayyorlaning. Pensionerlarning farzandlariga maslahatim, ota-onangizga bu masalada yordam bering. Ular ko'pincha hujjatning qaysi biri muhimligini bilmasligi, internet xizmatlaridan foydalana olmasligi navbatda qiynalishi mumkin. Lekin ularning SMS kodlari va bank sirlarini hamma joyda ishlatib yubormang. Yordam berish degani nazorat bilan, ehtiyotkorlik bilan, rasmiy yo'l bilan ish qilish degani. 10 oktyabrdan keyingi o'zgarishlarning asosiy ma'nosi shuki, pensiya masalasida hujjat aniqligi, elektron ma'lumotlar mosligi va vaqtida murojaat qilish
yanada muhim bo'ladi. Kimning hujjatlari joyida, ma'lumotlari to'g'ri, kartasi faol, staji tasdiqlangan bo'lsa, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Lekin kimda eski ish joylari, arxiv muammosi, familiya o'zgarishi, nogironlik muddati, bank kartasi yoki manzil bo'yicha noaniqlik bo'lsa, bugunoq harakat qilgani yaxshi. Men sizga eng muhim fikrni yana bir bor aytaman. Pensiya pulingiz o'z vaqtida va to'g'ri kelishi uchun hujjatlaringizni oldindan tekshiring. Og'zaki gapga emas, rasmiy javobga tayaning. Firibgarlarga ishonmang. SMS, kod va bank ma'lumotlarini hech kimga bermang. Fikringizni izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensiya bo'yicha qanday muammolar uchrayapti? Qaysi hujjatni olish qiyin bo'lyapti? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot bir oilaning vaqtini, asabini va pulini saqlab qolishi mumkin.